Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana Agrobankimiz jamoasi nomidan sizlarga kirib kelayotgan Hayit bayrami hamda Navro'z o'g'lan bayramini munosabati tabriklayman. Sizlarga omad tilab qolamiz. Mana bu mushashuni boshlaganmiz. Bizlardagi moliyaviy resurslardan foydalanib turli xil kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi, biznesga birinchi qadam. 312 qaror yoshlarning 12-chi hamda 11-chi qarorlar bo'yicha kreditlarimiz bor, imtiyozli kreditlar. Buni tavsiya qilaman. Tartib bo'yicha batafsil tushuntiradi oilaviy mahalla banklari xodimlari. Inshaalloh shuni tanishtirib o'tsam, endi marhamat boshlaylik, kimda qanaqa masala bor, yozib olamiz. Chorvachilikka kreditlardanmi? Nega ikkita kredit bo'ldi? Turib, o'zingiz tanishtiring, ayting bo'ladi. Kamboja hozirgi o'qituvchilar bor. Shuncha hozir. Chorvachilikni rivojlantirish uchun kredit berasizlarmi? Kredit kerakmi sizga? Kredit kerak. Kartoteka qarzdorligingiz yo'q. Kartoteka to'la biladi. Mana kartotekani to'zalang. Inshaalloh pul oqimini ko'rib chiqib, sizga masalan, skoring tahmindan o'tgandan keyin 500 million. 500 million? 500 million kerak. 300 million so'mgacha namiz bor. 302 qaror bo'yicha 100 million so'mga garovsiz, 200 million so'mga garovsiz. Tenggan bu. Bilan. Yetga bo'ladi. Bo'ladi. Mahalladan bo'ladi, sherdan bo'ladi. Sherdan bo'ladi. Mahalladan uni hech kim yo'q. Yo'q, mahalla kerak emas.